Oyga 10 ming dollar topish qiyin, to'g'rimi? Ta'sir o'rgan sig'dirib bo'lmaydi, to'g'rimi? Xo'p, shu narsani sizlar bilan hozir osonlashtiramiz. Kelishdik? Boshladik. Xo'p, mana 6 oylik web dasturlash kursim o'qinglar va bitirganingizdan keyin sayt yasash o'rgan bo'lasiz va undan keyin sizlar har oy 100 ta sayt yasaysiz va uni har bittasini 100 dollar sotasiz. Shunda oyiga 10 ming bo'ladimi? Va shu ish har oy takrorlaysiz. Har oy 10 ming topasizmi? Iloji bor ekanmi? Va'da boslilardan charchadinglarmi? Oyiga 10 ming, 15 ming dollar, kuniga 500, 600 dollardan topasan deyotgan motivatorlar TikTokda juda ham ko'payib ketdi. Lekin joylarga TikTokda ahamiyat bergan bo'lsanglar, TikTokdan tashqariga chiqishmayapti. Lekin sizlarga men bugun beradigan maslahatim, Webstar IT Academy o'quv markazida xuddi shu ishni, shu yo'lga sizlar ham tushib olsanglar bo'ladi. Men bu yo'lga deyotganim TikTokga emas, imенно oyiga 10 ming, 15 ming dollar topishga. Demak, IT sohasida yuqori natijalarga erishgan va yutuqlarga erishgan, undan tashqari juda ham ko'p tajribasi bor o'qituvchilar bilan birgalikda IT ni o'rganishni xohlaysizmi? Demak, unda Webstar IT Academy ga sizlarni taklif qilib qolamiz. Sizlarning vaqtingiz keldi.